Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom yasash jarayonlari ketyapti akalar. Mana shu tumaloqlisi bo'lyapti. Bunisi mana razmeriga keladigan bo'lsak 3 ga 1.70 lik bo'ladi. Xonalarni ko'rsatamiz. Yo bismillah. Yoqqan bo'lsa like deb bosib qo'yasizlar akalar. Mana bu razdivalkasi. Bunisi mana ichki yuvinish xonasi bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Zakaz bo'yicha mana sentralni suv kelgan. Shu yerda mana shunday bo'lib, mana kir mashinalarimiz. Rakiblar hamma yo'g'imiz mana. Kir mashinalarini aytasizlar, mana avtomatmi jo'nli suvni moslab beramiz. Nima qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar Aristonimiz 50 talik bo'ladi akalar. Real bo'ladi mana. Ichki salonlarni ko'rsatib o'tamiz akalar. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Qaytarib o'taman. Buni razmeri 3 ga 1.70 lik bo'ladi. Ikkita xonali bu mana. Hozir narigisini ko'rsatib o'tamiz. Bu narigisi akalar 3 ga 2 bo'ladi. Buni ichida hojatxonasi va yuvinish xonalari adden bo'lib joylashtirilgan. Bu ham mana vitix isitgichlargacha bor. Ko'rishlaringiz mumkin, mana aristonlar olib qo'yilgan yilt yangi. Bunisi esa hammomimiz bo'ladi akalar mana. Bunisi esa hojat xonaga moslangan mana Aristonda korobkalari hamma yo'g'i yangi mana mishilkalar svitlarimiz addenni bular olinadi, yechiladi barisi. Aristonlar ham, rakovina ham olinib, yechilib taxlanadi. Vitix pechkalarimiz bor, qishga isitadi, yozga muzlatadi akalar. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Mana bu yoqda mana yasash jarayonlari ketyapti. Profillarga klikkan bo'lsak 6 ga 4 lik. Mana 4 ga 4 dan ichga rekalar qo'yiladi. Bunisi hojatxona bo'lyapti. Mana bu yerda ham o'zimizni qishloqqa hojatxona 2 xonali ayollarga va erkaklarga zakaz berilgan, shularni yasab qilyapmiz. Hammomlarimiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Kimga qanday hammom, hojatxona, do'kon nimaga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, yasab manzillaringizga yetkazib beramiz. Dastavkasini kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.